Voy, biram yaxshisiz dadasi. Aylanib ketay. Yaxshiyam shaxmatda o'ynab qo'ygan ekanmiz. Endi boshqa shaxmat o'ynamaymiz. Nima o'ynamas ekansiz? Shashka o'ynaymiz. Men shaxmat yutkazib qo'yibman. Bo'ldi, ana 1 soat bo'ldi. Qani endi 10 minut bo'ldi. Dadasi, o'ynamay kelishgandik 1 soatda. Ezaman oyoqimni. Dada? Ha, oğlum, bu bile bu. Yana shaxmatda yutkazib qo'ydingizmi? Ko'rdingmi ustundan qilishini? Ko'rdingmi ustundan qilishini? Shasa deganim yo'q. Bitta paypog'ini eplab topolmaydi, men ustundan qilishini qara buningni. O'zingiz yutqizib qo'ysam oyog'ingni uqalayman degandingiz. Bo'pti, yop tilim qisilmasin seni oldingda. Qancha qoldi? 50 minut vaqt bor hali. 10 minutgina endi oyog'imni yez. Bo'ldi, baqirmagin. Yoshlar oldida men sharmanda qilib. Xudoyim. Hop 50 minut oyog'imni qolagandan keyin shashka o'ynaymiz. Xo'p, yutqizgan nima qiladi? Uni o'ynab bo'lganimizdan keyin aytaman, kim yutishiga qarab.